Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Jahon ayniki. Jahon ayniki. Radio anlıqçı dostlar, jahondagi eng yeni qiziqarli ishlar, moda va fan texnika, ajoyib g'aroyib ishlar to'g'risidagi uchurlarni sizlarga yetkazib kelayotgan Jahon aynigi programmamiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stinglar Mahliya Ibrohim. Bugun Jahon aynigimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldi ekan, birlikda quloq sepaqaylik. Bugungi jahon sayohatimizda Beijingdagi 10 cho'ng belgi imoratda yana davomli sayohat qilamiz. Köp yıllardan bu yana bizga amra bo'lib kelgan simopliq termometr, simopliq qon besim o'lchagich kelgusida ishlatilmaydi. Dağınlıq tantarbiya kiyimlari markasi Adidas bilan Puma'ni aslida akufka ishkaylan barliqqa keltirgan. Lekin bu akufkalar haqiqatga aylangan. Bu to'g'risidagi hikoyani anglashni xohlasangiz, bugungi jahon parollarimizni anglashni unutmang. Tafakkurmu jismoniy kuchni qo'ritamdi? Bugungi jahon parolalarimizda yana bu vaqtda anglaymiz. Xo'sh, tuanda hammamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaylik deylik. Vay, jahon sayoti boshlandi. Qadrli do'stlar, bugungi jahon sayohatimizda Beijingdagi 10 cho'ng belgi imoratda yana davomli sayohat qilamiz. 6. Davlatlik cho'ng teatrxona. Jungo davlatlik cho'ng teatrxona Beijing shahrining markazidagi Tiananmen maydonining g'arbiga joylashgan. Bu yer Jungoning davlat o'rinda san'atidagi eng oliy qasr. Jungo bilan chet ellarning madaniyat almashtirishidagi eng cho'ng supa. Jungoning madaniyat ijodiyat kasbidagi muhim baza. Beijingdagi yangi 16 manzara ichidagi bir belgi qurilish bo'lgan davlatlik cho'ng teatrxona o'zgacha asosiy gavda qurilmasi, subsizik ko'l suyi, shundaqla sirtdagi keng ko'lamdagi shilliq, daldarax va gul-giyalardan tarkib topgan bo'lib, atrofdagi rayonlarning ekologik muhitini zo'r darajada yaxshilab qolmay, odam bilan san'at, odam bilan tabiat inoq birga o'tish, o'zaro moslashish ideyasini texmi namoyon qilgan. Jungo davlatlik cho'ng teatrxona qurilishi 2001 yili 13 dekabr rasmiy boshlangan. 2007 yili 9 oyda Jungo davlatlik cho'ng teatrxona qurilishining asosiy jihatdan tamomlanganligini jakarlagan. İçide opera, konsert zali, teatrxona va san'at ko'rgazma zali, oshxona, unsin magazini qatorliq yurishlangan aslihalar bor. 2007 yili 22 dekabr Jungo davlatlik cho'ng teatrxona rasmiy sirtqi o'yin qo'yishga boshlandi. Köp yıllardan buyon davlatlik cho'ng teatrxona boshdan oxir xalqchillik, badiiylik, xalqaroliq bosh maqsadi bo'yicha san'atni xalq uchun xizmat qildirish, madaniyat ishanchisini ching'itishda ching turib, o'zgacha yurishtirish andisi va taraqqiyot ideyasi bilan Jungoning dunyo san'at sohasidagi davr kartinasini suratlab berdi. 7. Jungo xalqaro savdo markazining 3-qarorli qurilishi. Jungo Xalqaro savdo markazining 3-qarorli qurilishi qisqartirilib, Xalqaro savdo 3-qaror deb ataladi. 2007 yili putgan. Egizligi 330 metr, 80 qavat. Putgan chaqda Beijingdagi eng egiz qurilish edi. Bu qurilish zamonaviy ishxona binosi, 5 yulduzli hashamatlik mehmonsaroy, katta ziyofat zali va esil savdo saroylarini bir gavda qilgan bo'lib, Xalqaro savdo 1, Xalqaro savdo 2-qarorli qurilishi bilan birlikda 1 million 100 ming kvadrat metr ko'lamdagi qurilish to'pini shakllantirgan. Bu bugungi dunyodagi eng cho'ng xalqaro savdo markazi hisoblandi. 1985 yilda Jungo xalqaro savdo markazi xalqarodagi o'lchami eng yuqori, xalqaro modani kirgizadigan dunyo savdo markazi qilib qurilib, davlat ichidagi universal oliy mulozimat kasbining muqaddimasini ichib, shahar ichidagi shaharga aylanadi deb bekitilgan. Beijingda oldi bilan xalqaro savdo markazidan iborat bu qurilish bor bo'lgan.
Keyin Markaziy Soda rayoni barliqqa kelgan. Shunga Xalqaro Soda markazi Beijingning Markaziy Soda rayoni plani va qurilishiga yaxshi asos silib, Beijingning shaharlashish musofasiga guvoh bo'lgan va uni ilgari surgan. Xalqaro Soda 3-chi qarorli qurilishi Beijingning shaharlashishi tez suratda taraqqiy qilish yuzlanishiga moslashib, uning dunyo soda markazidagi o'rnini yanada o'stirib, Beijing Markaziy Soda rayoni ichidagi soda xizmat binosining xalqarolashish darajasini o'stirdi. Xalqaro Soda 3-chi qarorning loyihalaguvchilari ijodiy loyihalash ideyasi, dunyodagi eng yangi qurilish iqimi bilan Xalqaro Soda markazida bor bo'lgan qurilish to'pini abjallik bilan organik birlashtirib, yangi universal qurilish sistemasini muvaffaqiyatli loyihalab chiqib, kishilar unutolmaydigan belgi qurilishni barliqqa keltirdi. Sakkizinchi, Beijing Samanyoli Soho binosi. Samanyoli Soho binosi Beijing sharqiy 2-chi aylanmasidagi Chaoyangmin ko'rikining g'arbi-janubiy burjukiga joylashgan bo'lib, umumiy qurilish ko'lami 330 ming kvadrat metrdan oshadi. 166 ming kvadrat metrlik xizmat binosi va 86 ming kvadrat metrlik soda rayonini o'z ichiga oladi. Butunlay yangi xizmat istirohat bo'shliqi turi bilan atrofdagi tugunlarning tutashtirilishini texnik mukammal qilgan. İmarat topuning janub shimolini kesib o'tadigan markaziy cho'ng yo'l va yer osti soda shaharchisi shimoliy yo'nalishda Chaoyangmin Soho 1-chi, 2-chi qarorli qurilishi va metro bekitining kirish-chiqish eg'izi bilan tutishadi. Shuning bilan bir vaqtda sharqqa qarab sharqiy 2-chi aylanmani to'g'risiga kesib o'tadigan osmi ko'rik orqali diplomatiya ministrligi binosi bilan qarashib turdi. Bu yo'g'rilma go'zal imorat to'pi harakatchan va organik ishki bo'shliqni yoritibli qolmay, yana Beijingning sharqiy 2-chi aylanmasida kishining diqqatini tortadigan belgi qurilish manzarasini shakllantirgan. Loyihaning bosh temasida Jongo Hoyli ideyasidan o'rnak ilinib, ishki dunyo yaratilgan. Shuning bilan bir vaqtda bu butunlay 21-asrdagi imorat, ya'ni tik to'tbuloq shaklli ko'cha va ko'cha rayoni o'rtasidagi bo'shliq bo'lmasdan, balki plastik, siliq jism miqdorining o'zaro to'planishi, birikishi, ayrilishi hamda so'ziladigan osmi ko'rik orqali qayta tutashtirilish orqali uzluksiz ham o'rtaq taraqqiy qiladigan shakl va ishki eqish siziqining uzluksiz harakatini borliqqa keltirgan. To'qqizinchi, Jungo Jami binosi. Beijing Chang'an ko'chasi bilan sharqiy 3-chi aylanmaning kesishgan joyida Beijingdagi eng egiz belgi imorat Jungshin sarayi Jungo Jami qad ko'tarib turadi. Egizligi 528 metr, yer usti 108 qavat, yer osti 8 qavat. A darajalik xizmat binosi, yig'in, sayla va ko'p xil yurishlik mulozimat iqtidori bir gavda qilingan, darajadan tashqari egiz imorat bo'lib, bu imoratning tasavvuri Jungoning an'anaviy marosim buyumlari ichidagi jondan kelgan. Uning sirtqi shakli tuvandan yuqoriga qarab tabiiy kichiklaydi. Shuning bilan bir vaqtda ust qismi tadrijiy cho'ngiyib, bulut orasida turgan esil manzarani hosil qilgan. Eng oxirida o'ttir qismi sal nepizlagan qo'sh agri siziqliq imorat shakli shakllangan. Markaziy Soda rayonidagi osmonpalak imorat to'pi orasida sharqning haybatlik sehriy kuchini ro'shan namoyon qiladi. Jongo Jami binokorlik tarixidagi nurg'un dunyo bo'yicha anglarni yaratdi. Buning ichidagi birinchi turi shuki, u 8 bal yer tevrashga bardoshlik bera oladigan dunyodagi eng egiz imorat. Bu angni o'rinlashga yana bir necha anglar orqali kapolatli qilingan. Masalan, davlat ichidagi ommaviy imorat o'lining cho'nqurligi ichidagi eng cho'nqur bo'lib 40 metr keladi. Yer sharidagi taglik ko'lami eng cho'ng darajadan tashqari egiz imorat bo'lib, taglik ko'lami 6084 kvadrat metr keladi. Biz hayvatlik, zabardast ham Jungo amali bilan liq to'lgan bu imoratdan zo'qlanganimizda, bu Jungo jamini silish nima degan qaltis qurilishi deb hayajonga cho'mamiz. O'ninchisi, suv kupi. Davlatlik suv uzish markazi yana suv kupi deb ataladi. U Beijing Olimpik bog'chasiga joylashgan bo'lib, 2008-yillik yozlik Olimpik musobaqasi uchun silingan asosliq suv uzish sarayi. Shundaqla 2008-yillik Beijing Olimpik musobaqasining belgi qurilishlarining biri. 2008-yildagi Olimpik musobaqasi mezgilida davlatlik suv uzish markazi suv uzish, suvga sakrash, figura chiqarib suv uzish, suv to'pi qatorliq musobaqalarni o'z ichiga olgan. Bu joyga 17 ming odam sig'di. Buning ichida mangulik o'rindiq 6 ming. Musobaqadan keyin xalqaro ilg'or saviyaga ega suv uzish, tanarkat, badan chiniqtirish, orom ilish bir gavda qilingan markazga aylangan. Davlatlik suv uzish markazining loyihasi yer shari loyiha musobaqasi orqali borliqqa kelgan.
Su küpünün pərdə qurulması, hüceyrələrinin tiziliş şəkli və sopun mağzıpının təbii qurulmasına asasən layihələnген. Bu xil şəkil binakarlıq qurulmasında əzəldən görülüb baxmağan. İcadiyeti intayın özgücü bulup, bu imarətgə ən alayda taşqı görünüş ata qılğan. Su küpünün temi və ögzisi işki taşqı 3 qavatga bölünген. Layihələyicilər 3 ölçəmlik koordinatdan faydalanıb, 30 mingdan artıq polat qurulmalıq detalını layihələb çıxqan. Bu 30 mingdan artıq polat qurulmalıq detalının orni oxşaş emas. Bu texnikalarning hammasi elimiz mustaqil yangilik yaratgan fan texnika natijalari bo'lib, dunyo binokarlik tarixidagi bo'shliqni to'ldirdi. Ko'p yillardan buyon bizga hamroh bo'lib kelgan simapliq termometr, simapliq qon besim o'lchagich kelgusida ishlatilmaydi. Bugungi jahon paranglarimizda bu haqda anglaymiz. Termometrni ching tutib turing, tushib ketmasin. Kichik vaqtimizda og'rib qolganda ota-onamiz doim mana shundoq chekilaydi. Bu simapliq termometr bizga uzun yillardan buyon hamroh bo'lib keldi. Simapliq termometr qurilmasi oddiy, mashg'ulot qilish qulaylik, bahosi arzon bo'lganlikdan sonsizlagan oilalarning qarshi elishiga erishib, oilada kam bo'lsa bo'lmaydigan davolash asbobiga aylangan. Simapni asosiy qurilma qilgan simapliq qon besim o'lchagishmi oilalardagi doimliq mehmon bo'lib kelgan edi. Lekin bu eng ko'p uchraydigan davolash uskunalari kelgusida ishlatilmaydi. Yaqinda e'lon qilingan Davlat dori nazorat qilib boshqarish idorasi universal mahkamasining aloqador uqtirishida munolar talab qilindi. 2026 1 ayning 1 kunidan boshlab elimizda simapliq termometr va simapliq qon besim o'lchagich mahsuloti ishlab chiqarish umumyuzlik cheklandi. Nima uchun arzon ham qulaylik bo'lgan bu mahsulotlarni ishlab chiqarish cheklandi? Simapliq termometr elimizning davolash sohasida va oilalarda keng ko'lamda ishlatilib kelgan. Dori do'konlardami bahosi necha yuandan 10 necha yuangacha. Bundaq arzon ham yaxshi simapliq termometr nima uchun ishlab chiqarishdan to'xtatildi? Egilinishcha, bir tal simapliq termometrning tarkibida taxminan 1 gram simap bor bo'lib, termometr sunib ketganda sirtqa qo'yib berilgan simapning hammasi parga aylanib 15 kvadrat metr keladigan 3 metr egizlikdagi uyning havosidagi simapning qo'yiqligini har kub metrda 22,2 milligramga yetkazoladi ekan. Odatda odam qo'yiqlik darajasi har kub metrda 1,2 milligramdan 8,5 milligramgacha bo'lgan simaplik muhitda nihoyatda tezla zaharlanib qoladi. Odam badaniga ziyon yetkazgandan sirt, simap va uning birikmalarining paydo bo'lishi, ishiltilishi va qo'yib berilishi muhitning bulg'anishini keltirib chiqaradi. Eg'ir bo'lganda insonlar va sut emguchi hayvonlarning nerva, immunit, ko'payish sistemasi iqtidorining qalaymaqonlashishini keltirib chiqaradi. Bo'libmi homila va homildorlarga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Simapning odam badaniga bo'lgan ziyni qanchalik? Simap tabiiy hosil bo'ladigan element bo'lib, normal temperaturada parlanadi. U jamoat sog'lomligi ko'ngil bildigan 10 cho'ng ximiyalik buyumning biri. Simap nervini zaharlaydi. Simap parni sumirganda nerva, hazm qilish va immunit sistemasi hamda o'pka va böğrek ziyonga uchraydi. Shundaqla yurakni uzoqcha zaxmlantiradi. Simapning anorganik tuzlari teri, ko'z va oshqozon uchay yo'llarini chiritadi. Agar iste'mol qilinsa, böğrekning zaharlanishini keltirib chiqaradi. Simapliq termometr, simapliq qon besim o'lchagich bo'lmasa, badan temperaturasi va qon besimni qandoq o'lchaymiz? Növətdə bazarda setilayotgan termometr asosligi simapliq termometr, elektronlik termometr va infra qizil nurliq termometrdan iborat 3 turga bo'lindi. Elektronlik va simapliq termometr asosligi kundalik turmushda ishlatiladi. Infra qizil nurliq termometr kollektiv ishlatishga mos keladi. Kasbiy mutaxassislarning bildirishicha, elektronlik termometr simapliq termometrning o'rnini tadrijiy oldi ekan. Elektronlik qon besim o'lchagichning mashg'uloti oddiy elib yurishga aplik bo'lg'achqa, iste'molchilarning bargan seri qarshi elishiga erishir ekan. Adidasning nam chiqarishi olimpik tanarkat yig'ini bilan zich munosabatlik. U izchil turda Nike bilan raqobatlashib kelayotgan bo'lg'achqa, Adidasni kishilar ko'pincha Amerikaning markasi deb qoladi. Biroq uning talto'kis Germaniya markasi ekanligi haqiqat.
Adidasning qurg'uvchisi Adolf Dassler bilan Pumaning qurg'uvchisi Rudolf Dassler bir tuqqan akufkalardir. Ularning dadisi Muzduz edi. Birinchi dunyo urushidan qaytib kelgandan keyin Adolf tanarkat oyig'ini tadqiq qilib yasashga boshladi. Bir teri zavodida ishlaydigan aksi Rudolfmo orqadilla uning sepiga qo'shilib, uning oyoqlarini setishib berdi. Oyoq ishlash masalasida Adolf haqiqatan tug'ma talant egisi edi. Shundaqla tadqiq qilishga ishtiyoqi bor edi. Gerçi ayni chaqda allaqachon kauchukchamlik tanarkat oyig'i maydonga kelgan bo'lsa-mu, biroq texnikadagi cheklama tufaylidan ayni chaqdagi kauchuk ancha chidamli emas edi. Shunga Adolf ishlagan oyoqlarga xurum yuzlik va alayda ishlangan xurumcham ishiltib, oyoq mixi saplagan edi. iqtidorini texim yaxshilash uchun Dassler akufkalar tanarkat terneri bilan hamkorlashib, oyoqni imkoniyatning boricha yenik, qulaylik qildi hamda oyoq jipini put barmoqiga bog'laydigan qilib, oyoqni imkoniyatning boricha put shakliga mos keladigan qilib loyiladi. Aksi Rudolfning mol setishi orqali Adolf ishlagan oyoqlar noiti tezla tanarkatchilarning olqishiga erishdi. 1928-yildagi Amsterdam Olimpik tanarkat yig'inida Dassler akufkalar qo'llagan xeyli ko'p tanarkatchilarning oltin medal elishi bilan ularning tanarkat oyoqlari birdilla dong qozonib ketdi. 1936-yildagi Berlin Olimpik tanarkat yig'inida Adolf amerikalik tanarkatchi Owens Dassler akufkaning oyog'ini kiyib, musobaqa maydonida 4 oltin medalni qo'lga keltirgandan keyin ularning tanarkat oyog'i butun dunyoni texmi zilzilga soldi. Zakaz talonlari ularga qordek yig'ishga boshladi. Ro'naq tepib beygan bu akufkalarning o'ttirsig'imi bara-bara so'g'uqchilik tushishga boshladi. Ishkaylarning ranjishib qelish sababi to'g'risidagi qarashlar har xil. Ba'zilar bu ishkaylan boshqarish jihatdagi ideyasining o'xshamasligi sababidan kelisholmagan desa, yana ba'zilar Rudolf inisi bilan inisining ayolini ular 2-dunyo urushida meni hiyli bilan oldingi safga mangdirib etib, shirkatning cho'ng huquqini changilga kirgizib olmoqchi bo'lgan deb gumonlangan deyishdi. İpi yangilar kelisholmagan degan qarashma bor albatta. Xapiliq yuz bergandan keyin ishkaylarning shirkatni xo'shal-xo'ram boshqarishiga imkoniyat qolmagan edi. Shuning bilan ishkaylar Dassler shirkatini ikkiga bo'ldi. Rudolf setish xizmatidagi mayirlarni elib ketib, Ruda shirkatini qurdi. Orqadan nomini Pumaga o'zgartdi. Adolf yenida qilib qolgan texnik tayanchilari bilan birlikda o'z ismidan tashkil topgan Adidas nomidagi shirkatni qurdi. Ba'zilar Adidas degan so'z mening rishtam tantarbiyaga bog'langan degan bu jumlaning qisqartirilmasidan iborat deb qaraydi. Biroq bu toza ishonchli tushuntirish emas. Rudolfning Puma shirkati burun shakllantirib olgan setish yo'llari bilan kuchlik setish iqtidoriga tayinib bozorni noita tezda egilib oldi. Halbuki texnikaga bakrak ahamiyat beradigan Adolf yanada o'n-tunsiz zalda o'zining oyoq tadqiq qilish, ishlab chiqarish ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Orqadan u Aksel Rudolf ko'zga ilmagan G'arbiy Germaniya komandasini iqtisodiy jihatdan qo'lladi. 1954-yildagi Shveysariya dunyo futbol lo'nqisi musobaqasida urushdan keyingi G'arbiy Germaniya komandasi ayni chaqdagi kuchli komanda hisoblanadigan Vengriya komandasi bilan musobaqalashdi. Adidas oyoqlarining telishdan saqlanishdagi ajoyib iqtidori G'arbiy Germaniya komandasining yomg'irdan keyin yo'l bo'lib ketgan maydonda foydasiz ahvoldan qutulib, chempionlikni egallashiga yordam berdi. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich.
that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the Sacred Heart before it blows. Can engi başladı casadımızdan şeyli bu seyde seyla sana üzümüzde taşlaylı riyazetin sözlerini kulaksanıp anlaylı her anlaşatım bir de bakıda araba araylı can engi başladı casadımızdan şeyli can iki yılımız bir bu eylekli isteyli sarfında soruyla düştüm huzurunu ağlaylı radyodaki bu eylekli canımız tizeli can engi künde anlatımız. Nurg'un do'stlarimiz balkim turib o'ylab qilishi mumkin. Tafakkurmi jismoniy kuchni xo'ritamdig'andi. Men kunda o'tirib xizmat qilaman, ahli emgak qilaman. Undaqda mush sabablik jismoniy kuchim xo'ramdig'andi. Amaliyatim men doim mush haqda o'ylanib boqaman. Ko'pchilikka ma'lumki, kishilar ma'lum bir qiyin masala ustida tafakkur yurgizgan chaqda hech qanday jismoniy emgak qilmagan bo'lsa-mu, charchash his qildi. Undaqda odam medirlamay o'tirib qattiq tafakkur yurgizgan chaqlarda jismoniy kuch xo'ramdi? Javob shuki, cho'qim xo'raydi.
Amaliyotda odam mingisini 24 soat to'xtamay ishlab turgan mashina deyishga bo'ladi. Odam tafakkur yurgizgan chog'da cho'ng miyadagi million nevronlar o'zaro uchur yetkazishga va buyruqni badanning har qaysi qismlariga yetkazishga qatnashadi. Albatta, bularning hammasi yiqilg'u sarf qiladi. Hisoblashlarga asoslanganda har kuni jigarda saqlangan qon qantining 75% xo'raydi ekan. Shundaqla xo'rgan oksigen sarfiyoti butun badan oksigen sarfiyotining 20%ni egallaydi ekan. Nevronlarning energiya sarfiyat miqdorining shakli o'zgacha bo'lib, oldi bilan cho'ng miya qilqon tomirlari devorlari atrofidagi yulduzsimon munguz qavat hujayralar qondagi energiyasi mo'l bo'lgan glukozlarni qabul qiladi va uni nevronlar qabul qila oladigan shaklga aylantiradi. Nevronlar bu energiyalardan foydalanib, tafakkurni amalga oshiradi. Bulardan boshqa cho'ng miya hayotlik uchun har minutda 0.1 kaloriya issiqlik sarf qiladi. Ammo diqqatni markazlashtirib qattiq tafakkur yurgizgan chog'da cho'ng miya har minutda 1,5 kaloriya issiqlik sarf qiladi. Odam yo'lmanganda har minutda 4 kaloriya, jiddiy harakatlar bilan shug'ullanganda minutga 10 kaloriya issiqlik sarf qiladi. Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va kirishtiruvchisi Gulri Surat, mas'ul muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Mikrofon oldida do'stlar Mahliya Ibrohim sizlar uchun xizmatda bo'ldi. Atki programmalarimiz texnik sarxil, at ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar. Ha, qizim, senmi bu? Dadam shikanlarga bir necha kun kiyim olgandim. Atlardan tez yetkazishni aylanglar juma. Ma'qul. Qizim, Ara sizlarga yana biroz quvvat yemekliklarni oldim. Hammasini bizning yurt taraflarda yo'q deydi. men deyman, sening ayliqi. Sizning nima deydiganingizni bilaman, apa. Pulni buzib chashmadim. Dadam shikanlarning yeshim cho'ngib qoldi. Quvvat to'liqlab turguninglar yaxshi, apa. Qizim, mening sana demoqchi. Rozon bo'lgan usti jumurasi nechkindan keyincha yesliga kiradi. Ha, bak yaxshi bo'pti. Ha, mana keldim. Ma'qul, apa. Hozircha jiddiy ishim chiqib qoldi. Keyin paranshaylik, ha. Dadamga salom aytib qo'yam sizga. Xo'sh. Hay balam. Mening shu sen bilan ko'proq paranglashib bar edi. Ota-onamiz bilan mungdashqinimiz ular uchun eng chong sovg'at. Kech soat 22dan 45 minut. Metro 4-liniyasining eng oxirgi bir isminasi. Zi ustamning metro shopiri bo'lgan 15 yildan buyangi 789-qitimliq oxirgi isminasi. Kech soat 23dan 15 minut o'tgan vaqt. Lutfullah doktor bir jiddiy kasalning operatsiyasiga tayyorlik qilmoqda. Yarım saat burun Şimali aylanmada bir qitimliq eg'ir qatnash vaqasi yuz bergan edi. Kech soat 1dan 8 minut o'tgan vaqt. Kechilik tahrir endi bir maqolani tekshirib qo'ygan edi. 6 soatdan keyin bu maqola har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech soat 4:30. Reym aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib baqqan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'nqur. Sahar soat 5:30. Bugungi tunji 58-yo'lning ko'cha avtobusi Shihoba avtobus bosh bekatining yo'liga chiqdi. Shofir ustamning eng yaxshi ko'radigani sahar quyoshining ufqdan chiqqanini yo'lda mang'ash kutib olish. Shahardagi uyqusiz kechalar. Men tirishdim, men baxtlik.
xayrlik sahar mehnatkash kishilar. Sizlar bu shaharning harorati va hayotligi. Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Merkezi Xalq Radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Qonun liniyasi. Qonun liniyasi. Qanun bilimlerini öğreniş arqılı universal sapayınızı östürməkçi, logikалық təpəkkür qilish iqtidarınızı aşırmaqçı, özünüzün hüquq mənfəətini qanun arqılı qoğdaş eňizni yetildirməkçi bolsunuz, Qanun liniyasi programmasi anlaşını qoldan berib qoymaň. Salam qadirlik dostlar, əmdi programmamizni başlaymiz. Programmamizning asosiy mazmunlari tövəndikicha. Bundan keyin öyning namini urug' tuqqanlarga o'tkazib bersa, shaxslar tapovat bejini topshirmasmi bo'lamdi? Chiroy to'ntish orqaliqla öyning nomining yo'tkilib ketganligi qandaq ish? Direktor 1.300.000 yuanni to'lab turib, da'voda qaytarishni talab qilib yengildi. Tövəndə diqqətlər bugungi programmamizning təfsili mazmunlarida bo'lsin. Qonunda belgilangan dam olish kunlarida smena qo'shib ishlasa ish haqi qanday hisoblanadi? Ota-onalar farzandlaridan navr beqish haqi talab qilsa bo'lamdi. Qonunli huquq manfaatingizni qo'g'lay oladingizmi? Diqqətingiz qonundan savat sahifamizda bo'lsin. Qanundan saat sahifamizga yetib keldik. Qadirlik do'stlar, bundan keyin uyning nomini urug' tuqqanlarga o'tkazib bersa, shaxslar tapovat bejini topshirmasmi bo'lamdi? Tövəndə bu vaqtga ziyoratim diqqətinizdə bo'ladi. Qadirlik do'stlar, uy setib olish ko'p pul ketadigan ish bo'lg'achqa, bu xil harakatni qiliblashtirish va bu xil harakat jarayonidagi taraflarning huquqini eng yuqori chekda qo'g'dash uchun davlatimizning munosabatli qonunlariga izchil tuzatish kirgizilib, mukammallashtirilmoqda. 2021 yili 1-sentyabrdan boshlab yo'lga qo'yiladigan yer xiti beji qonunida qanday o'zgarishlar bo'ldi? Men bu vaqtda Xinjiang Dana advokatlik o'rnidan advokat Musa Jan Yasinni ziyorat qildim. Davlatimizda yangidan Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti'nin yer beji kanunu namidagi qonun tuzildi. Mazkur qonun 2021 yili 9 ayning 1 kundan boshlab yo'lga qo'yildi. Mazkur qonunda deyilayotgan yer beji degan hukm davlat o'rtaq tildagi chishui degan hukm bo'lib, uy ilm setim qilishda uy setib olish tarafning odatda chishui, ya'ni yer xati beji to'laydiganligini aniq bilamiz. Bu qitim yo'li qo'yilgan davlatimizning yer xati beji qonunining, ya'ni Chishui faning 1-moddasidagi belgilanmaga asoslanganda Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti chegirasi ichidagi yerni o'tinib berish, uyning mulk huquqini o'tinib berishda o'tinib olg'uchi o'rin yoki shaxslar yer xati beji topshiruvchi bo'ladi. Mushu qonundagi belgilanmalar bo'yicha yer xati beji topshirdi deb aniq belgilandi. Mazkur qonun moddasidan qaraganda, bu yerda deyilayotgan yer xati beji, ya'ni chishui degan bosh turini yerningki ishiltish huquqini o'tinib olg'uchi taraf va yoki uyning mulk huquqini o'tinib olg'uchi taraf. Bevosita qilib aytgan chog'da uyni setib olg'uchi taraf topshiradigan bosh turidan iborat. Mazkur qonunda uyning huquq tavalligini o'zgartish, ya'ni uyni ilm setim qilish, uyni hadiya qilish va yoki varislik tartibi bo'yicha
uyga varislik qilish jihatdagi o'xshamagan bir qancha xil shakldagi uyning mulk huquqining o'zgarishiga qarta o'xshash bo'lmagan holatdagi boj topshirish majburiyatlari bekitildi. Uyning huquq tavallikini o'zgartishdagi har xil shakldagi mulk huquqining o'zgarishiga qarta qaysi xil boj topshirish holatlari bo'ladi? Yuqorqi bir qancha xil shaklni tuvandagidek 3 turga ayirib tushuntirishga bo'ladi. Birinchi xil shaklda uyni odatdagi usul bo'yicha elim setim qilib nomini o'tkash. Bu xil ahvol ostida uy setib oluvchi yuqorqi qonun bo'yicha yer xetti beji topshirish kerak. Ikkinchi xil ahvol uyning mulk huquq nomini hadiya qilish shaklda boshqalarga o'tinib berish. Bu yerdagi hadiya qilish urug' tuqqanlar orasida bo'lishi mumkin va yoki urug' tuqqanlik munosabati bo'lmagan kishilar shuningdek shaxslar bilan o'rinlar o'rtasida yuz bergan bo'lishi mumkin. Mayli qandaqli bo'lmasin, uyning huquq tavalliki hadiya qilish shaklida o'zgartirilgan bo'lsa, mazkur qonun yo'li qo'yilgandan keyin, ya'ni 2021-yil 9-oyning 1-kunidan keyin hadiyani qabul qilguvchi hadiyadagi uyga qarta yer xetti beji topshirish kerak. Ya'ni Qishuifaning 4-modda 3-tarmog'idagi belgilamasiga asoslanganda uyni hadiya qilish va yoki shuning o'xshash bahosini putishmagan ahvolda uyning huquq tavalligini o'zgartirish harakatlarida uyning mulk huquqiga erishguchi taraf shu uyninki bozor bahosini asos qilib turib, boj organlariga Qishui to'laydiganligi aniq belgilandi. 3-xil shaklda davlatimizning Qishuifa yo'li qo'yilgan, ya'ni 2021-yil 9-oyning 1-kunidan keyin uyning mulk huquq nomiga varislik qilish shaklida erishgan bo'lsa, uyning mulk huquqiga erishguchi taraf, ya'ni varislik qiluvchi taraf uyning mulk huquq nomini o'zining nomiga o'zgartirishda mazkur qonundagi aloqador belgilam bo'yicha Qishui to'lamaydi. Bu deganlik varislik qiluvchi uyning mulk huquq nomini o'zining nomiga o'zgartirishda yer xetti beji topshirmaydi deganlik. Mazkur qonunning 6-moddasida Qishuini kechirim qilishga munosabatlik aniq belgilamlar turg'izilgan. Mushu moddadagi belgilamga asoslanganda varislik qiluvchi varislik orqali uyning mulk huquqiga erishgan bo'lsa, qonun bo'yicha uning to'lashga tegishli bo'lgan yer xetti beji, ya'ni Qishui kechirim qilingan bo'ladi. Yuqorqilardan boshqa mazkur qonun yo'li qo'yilgandan keyin ayolning o'ttirsida uyning mulk huquq nomini o'zgartirish yuz bergan ahvol ostida o'xshashla Qishui kechirim qilinadi. Shundoq deyishga bo'ladiki, davlatimizda Qishuifa, ya'ni yer xetti beji qonuni 2021-yil 9-oyning 1-kunidan boshlab yo'li qo'yiladi. Mazkur qonun yo'li qo'yilgandan keyin uyning mulk huquq nomini haqliq yo'sinda elim setim qilib o'zgartirish va yoki hadiya qilish shaklda o'zgartirish ishlarida mulk huquq nomiga erishguchi va yoki mulk huquq nomini haqliq o'tinib oluvchi taraf qonundagi belgilam bo'yicha yer xetti beji topshirish kerak. Uyning mulk huquq nomiga varislik shakli orqali erishgan bo'lsa, bu xil boj kechirim qilinadi. Uningdan boshqa ayolning o'ttirsidagi uyning mulk huquq nomini almashtirish yoki o'zgartirish ishlarida yer xetti beji qonuni o'xshashla kechirim qilinadi. 1-sentyabrdan boshlab yo'lga qo'yiladigan yer xeti beji qonuniga asosan topshiriladigan bojning nisbati qanday o'lcham bo'yicha bo'ladi? Mazkur qonunda Qishuining nisbati, ya'ni yer xeti bejining nisbati aniq belgilanib 3% dan 5% gacha bo'ladi deb aniq bekitildi. Konkretni boj nisbatini o'lka avtonom rayonlik xalq hukumatlari o'zining konkretni ahvoliga asosan bekitgandan keyin shu darajalik xalq qurultayi doimiy komitetininki ma'qulligidan o'tkazib, mamlakatlik xalq qurultayi ham Govyenga enga oldirish kerakligi aniq ko'rsatildi. Shundoq deyishga bo'ladiki, Qishui, ya'ni yer xetti beji deganlik yerning ishiltish huquq nomini o'zgartirish ham shuningga erishish
Onundan başqa uyninki mülk huquq nomiga erishish va yoki uyning mülk huquq nomini o'zining nomiga yo'tkash qatorliq ishlarda o'tinib og'uchi taraf topshirishga tegishlik bir xil boj turidan iborat. Yuqorida ilm setim qilish yoki hadiya qilish ishlarida bu xil bojning to'landiganligini, ammo varislik yoki er-ayolning o'ttirsidagi mulk huquqiy nomining o'zgarishida bu xil bojning to'lanmaydiganligini aytib o'tdik. Undaqda haqsiz holatda, ya'ni boj kechirim qilingan holatda uyning mulk huquqiy nomiga erishgandan keyin mushu uyni boshqalarga ilm setim qilishga bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Chunki bu yerda huquqqa erishguchi, ya'ni meyli varislik şekilde olsun ve ya ki ayolninki o'ttirsidagi mulk huquq nomini almashtirishda bo'lsin, huquqqa erishguchi shu uyning egdorlik huquqiga erishidi. Uning to'lash tegishlik beji qonun bo'yicha kechirim qilingan holatda bo'lgan ekan, uning erishgan egdorlik huquqi hech qanday cheklimga uchramaydi. Demakchi, uyning mulk huquqiga erishguchi qonunda belgilangan yer xetti bejini kechirim qilish shartiga uyg'un kelib, shu xil siyosatdan, shu xil qonundagi huquqdan bahramon bo'lgan ahvol ostida uning erishgan mol-mulk egdorlik huquqini o'zi xohlagancha bartaraf qilishga, jumladan ilm berim qilishga bo'ladi. Shu kishi boj to'lmay varislik qilish orqali erishgan uyning mol-mulk egdorlik huquqini boshqalarga kengish orqali ilm setim qilganda boj to'lamdi. Bu xil ahvolda albatta qonun bo'yicha boj to'lashga tegishli bo'ladi. Odatdagi ahvol ostidagi uyning ilm setim qilinishida mayli u uyni birinchi qo'lda kayfashon, ya'ni uy mulk ochquchi tarafdan setib olgan bo'ladi va yoki ikkinchi qo'l orqali nimkesh uyni ilm setim qilishda bo'lsin, aloqador sotquchi ham setib oluvchi taraf qonundagi belgilamalar bo'yicha boj to'lashga tegishlik. Oydinlashtirilishi tegishli masala shuki, nimkesh uylarni ilm setim qilgan vaqtda ko'pincha savdo odati bo'yicha topshirish tegishlik barliq boj pulni uy setib olish taraf to'laydi deb putum hosil qilingan bo'ladi. Albatta bu putumni qonun hurmat qiladi, chunki aloqadorlarning o'z ixtiyorligi bilan elib borgan harakati qonunga xilof bo'lmagan ekan, uni qonun e'tirof qiladi. Shundaqdimi bir masalani oydinlashtirish tegishliki, uy sotquchi taraf qonundagi belgilam bo'yicha tijorat beji ham tapobat beji to'laydi. Ilm setim qilingan uy ikkinchi qo'l uy, ya'ni nimkesh uy bo'lgan ahvol ostida davlatimizningki Moliya ministrligi ham davlatlik boj bosh idorasininki 2011-yil 1-oyning 27-kuni chiqargan shaxslarninki turalg'i uylarni o'tinib berishda tijorat beji siyosatini tangshash to'g'risidagi uqtirishidagi belgilanmalarga asosan Navoda ilm setimdagi uyga 5 yil to'shqan bo'lsa, ya'ni 5 yildan keyin ilm setim qilingan bo'lsa, sotquchininki tijorat beji kechirim qilindi. Shunlashqa odatda nimkesh uylarni ilm setim qilishda mushu uy selinganiga yoki mushu uyninki huquq tavaliga tunji qatam bekitiligiga 5 yil to'shdimi to'shmadimi degan ahvolni bakrak surishtirish dal mushu vajidan bo'lgan bo'ladi. Albatta 5 yil to'shmagan bo'lsa, qonundagi belgilam bo'yicha tijorat beji topshirishga tegishli bo'ladi. Yuqorqiga munosib holda uy ilm setim qilishdiki, uyni setib oluvchi taraf qonun bo'yicha yer xeti beji, ya'ni chishuy to'laydi. Demak, uy sotquchi ham setib oluvchi tarafninki qonun bo'yicha to'lash tegishlik boj turi qonunda aniq belgilangan bo'ladi. Navoda sotquchi ham setib oluvchi taraflar o'zlari kelishib mushu ikki taraf topshirish tegishli bojni bir tarafninki topshirish haqida birlik kelgan bo'lsa, albatta taraflar shu bo'yicha ijro qismi bo'laverdi. Şovang imtihonda saqtlik qilib maktabdan chekindirilgandan keyin maktab ustidan arz sunib mag'lub bo'ldi. Qadir aka davolanish sug'urtasini topshirmay turib idorasidan davolanish xarajatini otchot qilishni talab qildi. Undaqda u bu da'voda yengdimi? Tuanda delo misollari sayfisini anlatamiz.
Delo misal səhifəmizə yetib gəldik. Çıray tonutish orqaliqla uyning nomining yo'tkilib ketganligi qandaq ish? Öz muxbirimiz Gülür Üstrat bu vaqt xabar berdi. 2020 yılı Guangxi Nanningdeki 10 neçə öy egisi bir öymülük vasıtçılıq şirketinin xizmətçisiga öy setib berishni havola qilganda aldamchilikqa uchirdi. Bu aldamchilik jarayonida chiroy tonitish orqaliqla uyning nomi yo'tkab ketilgan. Öy egalarining tunishtirishicha, ular vasitchi bilan öy zimin elib setishni vakolatan bejirish to'xtamini imzolagandan keyin vasitchi Nanning shaharlik ko'chmas mulkni tizimlash markazining organ update'ida chiroy tunitish orqali öy arxivini tekshirishni talab qilgan. Keyin uyning nomi yo'tkab ketilgan. Shundaqla raniga qo'yilgan. Navbatda jinoyat gumondori saqchilar tarafidan kontrol qilindi. Undaqda buningdagi yo'chuq zodi qayerda? Chiroy tonitish texnikasi ishiltildigan bexatarlik doirasi qandaq bekitiladi? Öy egisi bu ahvoldan xabarsiz. Chiroy tonitish orqali uyning nomi yo'tkab ketilgan. 2020 yılı 7. ayda Guangxi Nanningdan kelgan Chin xonim oilasidagilar Jianshin yo'li 4-chi ko'chadagi bir öymülük vasitchilik do'koniga kelib, Wei Yuanpeng ismli öy setib olish maslahatchisi orqali öy ilm setim ishlarini bajardi. İki taraf öy zimin sodisini vakolatan bejirish to'xtamini imzolagandan keyin bu kasb maslahatchisi Chin xonimning dadisining Yongyi Deng update'ida chiroy tonitish orqali arxiv tekshirishi kerakligini aytdi. Yongyi Deng update'ali Nanning shaharlik ko'chmas mulkni tizimlash markazi 2018 yili o'tirg'a qo'ygan torda kasb bejirish supsi. Bu xil qo'llanish orqali 96% ko'chmas mulkni tizimlash kasbini torda bejirgili bo'ladi. Vakolatan bejirish to'xtamiga imzo qo'yish, uning ustiga muntazam supada chiroy tonitib sodini putishdan Chin xonimning oilasidagilar g'alatilik his qilmagan edi. Chin xonim mundaq dedi: Bu maslahatchi uyning raniga qo'yilmaganligini tekshirdiganligini, chiroy tonitish orqali tekshirdiganligini aytdi. Ilgirimi boshqa vositachilardan surishtirib baqqan edim. Chiroy tonitib tekshirish mashg'uloti rost borishgan. 2020 yılı 9. ayda shahar aholisi Li Apandi taratqularning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Men o'xshash bir öymülük maslahatchisi orqali uyni sotdim. Uyning setilish bahasi 1.500.000 yuan bo'ldi. 30.000 yuan zakolat puli olgandan keyin bu öymülük maslahatchisi o'xshashla uy arxivini tekshirishni bahona qilib, o'zi bilan ko'rishishni talab qildi hamda yon telefoni bilan chiroy tonitdi. Yana uchurlarni tekshirdi. Maslahatchi uchur yo'llab, bankadagilarni boshlab kelib uyni baholadiganligini aytdi. Men uning bilan konkret vaqtni kelishib qo'ydim. Ammo uy egalari uy sodisining texi bitmay turibla uyning nomining yo'tkab ketilganligini bayqadi. Chin xonimning aytishicha, uyning nomini yo'tkash vaqtida o'zining bu haqda hech qanday uchurga ega bo'lmaganligini aytdi. Saqchilar deloga chetishliq uy setib olish maslahatchisini kontrol qildi. 10 neçə öy egisi chiroy tonitish orqali uy setib 10.000 yuandan ortiq puli aldab ketildi. Öy egisi darhol saqchiga berib delo ma'lum qildi. Öy egisi Lu Apandi saqchilarning bu uy setib olish maslahatchisini kontrol qilganligini bildi. Egilinishcha 2020 yılı 6. aydan 10. aygacha bu maslahatchi o'xshash usul bilan 10 neçə öy egisining uy nomini yo'tkigan. Deloga chetishlik summa 10 million yuandan oshgan. Uy egalari, uy ishlari maslahatchilari chiroy tonitib uy arxivini tekshirishni talab qilgandan keyin shu kunila uyning nomining yo'tkab bo'linganligini, shundaqla uy setib olg'uchi tarafidan darhol 3-tarafga raniga qo'yilganligini aytdi. Ko'chmas mulkni yo'tkashni tizimlashni to'g'ri bejirishda bir qator qattiq qadam bosqichlar bor. Masalan, setib olg'uchi, sotquchi ikki taraf materialni to'ldirish, uy mulkni tekshirish, boj uchurlarini tekshirish, tizimlash haqqini topshirish qatorliqlar. Buningda eng muhimi ikki taraf uchurni jazmlashtirib, imzo qo'yish mashg'uloti qilish kerak. Chiroy uchurlarini to'plash kerak. Chin xonim nima uchun chiroy tonitibla uyining nomining yo'tkab ketilganligini faqat o'ylab yetolmadi. Chin xonim mundaq dedi: Asildagi öymülük guvohnomasi mulk egisining qo'lida tursa, faqat chiroy tonitish orqali mulk egisining nomini yo'tkash shuncha osonmi? Vaqa yuz bergandan keyin uy egisining tekshirib bayqishicha, bu uy ishlari maslahatchisi chiroy tonitish orqali ko'pchilikni oldigandan boshqa yana uy egisining imzosini o'ydirib chiqargan. Buning bilan uy egisining ismini bevosita o'zgartgan. Chin xonim deloning tekshirilayotganligini, bu masalaning tezroq hal bo'lishini umid qildiganligini aytdi. Taratqularning xabar qilishicha, Nanning shaharlik hukumat tor bekitida mundaq xabar e'lon qilingan.
Юңйидың Әбдетали yaqinqi mezgilda darajasini o'stirish mashg'ulotini a'lolashtirib, chiroy tonitish orqali isbotlashni 2 qatimga ko'paytirdi. Nanning ko'chmas mulkni tizimlash markazining xizmatchisi munolarni bildirdi. Asldagi ko'rinma yuzda xaridorlarga qanday kasb bejirdiganligi uqtirilmagan. Yaqindan buyon tirishchanlik ko'rsatish orqali jamoat xavfsizlik tarmoqlari va chiqimdan bilan texnika jihatdan udullab, uchur askartmasini qo'shib, chiroy tonitganda qarshi tarafga qaysi kasbni bejiriyotganligini aniq bildirdik. Chiroy tonitishdan boshqa yeziq orqali sotquchining torda nimkash uy sodisini tizimlash rasmiyatini bejirishni eskartimiz. Chiroy tonitish qitim soni bir qitimdan 2 qitimga ko'paytirildi. Ko'paytilgan chiroy tonitish asosligi uy setish setish kasbini yo'lga qo'yib, bu kasbning nimkash uy sodisi ekanligini eskartdi. Beijing Sifandashusi qonun sho'yuanining professori, doktor yetakchisi Liu Deliang mundaq dedi. Bu delo chiroy tonitish texnikasiga chetishliq bo'lsa-mu, lekin asosliq chetildigan qonun masalasi vositachilarning aldamchilik qilmishi. Liu Deliang chiroy tonitish texnikasida masala ko'rilsa, asosligi mundaq 2 xil ahvol ko'rildiganligini bildirdi. Bir xili chiroy tonitish texnikasi orqali boshqalarning yuz qismidagi biologiyalik aloyidlikni tekshirib, bu aloyidliklarni saqlab olib, ondan boshqa joylarda bu aloyidliklar orqali boshqalarning salohiyatiga kirib olib foydalanish. Yana bir xili bu delodagi chiroy tonitishga o'xshash bo'lib, aloqador kishilarning chiroy farqlantirish aloyidligini qo'llanib, aldamchilik usuli orqali chiroy tonitishni qarshi tarafga ma'lum maqsadni asos qilgan bir xil dalillash deb xato uqtirdi. Bu an'anaviy aldamchilik tava. Mutaxassislar mundaq deb qaradi. Gerçi bu delo an'anaviy aldamchilik delosi doirasiga tava bo'lsa-mu, lekin yanala chiroy tonitish texnikasini qo'llanishga qarta ogohlantirish bo'ldi. 2021 yılı 1. ayının 1. gündən başlap yolga qoyulduğan haq talab qanuni dasturida chiroyni o'z ichiga olgan shaxsiy uchurlarni bartaraf qilishda qonunliq, yo'lliq, zarur bo'lish prinsipiga amal qilish kerak deb o'tirg'a qo'yilgan. Direktor 1 million 300 necha ming yuanni to'lab turib, da'voda qaytarishni talab qilib yengildi. 2016 yılı 10. ayda Liu familiyalik ma'lum şirketdagi vazifasidan istifa berdi. Uningdan ilgari u izchil ma'lum şirketning direktorlik vazifasini ustiga olgan edi. Xizmatdan ayrilishdan ilgari Liu familiyalik munosabatlik o'tkazib berish, o'tkazib olish rasmiyatlarini bejirdi, ham shirkat bilan bir parcha tamomlanmagan haqdorlik, qarzdorlik ahvoli tafsiliy jadvalni imzoladi. Bu tafsiliy jadvalga asoslanganda ma'lum shirkat Liu familiyalikka to'lab turgan 1 million 300 necha ming yuanni qaytarmagan. Xarajatlar idoraning mehmon chaqirish, sovg'at berish, uy ijarasi, suv, tok puli, og'rib qolgan ishchi xizmatchilarni yo'qlash chiqimi qatorliqlarni o'z ichiga olgan. 2017 yılı 3. ayda Liu familiyalik ma'lum shirkatning tamg'isi besilgan bir parcha shaxs pul to'lab turganlik isbotiga erishgan. Bu isbotning mazmuni mundaq. 2013 yıldan başlap şirketning kasbiy taraqqiyoti, kollektiv qurish, ishchi xizmatchilarga ko'ngil bo'lish qatorliq har qaysi jihatlardagi ehtiyoj tufaylidan Liu familiyalik shirkat uchun turli xarajatlarni to'lab turdi. Yaqinqi yillardan buyanqi moliya talabi sababidan shirkat bu chiqimlarni otchot qilishga amalsiz qilib, to'lab turgan xarajat yilma-yil qo'shilib, jami 1 million 300 ming yuandan oshib ketdi. Bu isbotda shirkat bu pulni 2018 yildan ilgari Liu familiyalikka bir qitimdala berishga qo'shilgan. Lekin 2018 yilining oxirigacha shirkat bu pulni izchil bermagan. Shuning bilan Liu familiyalik sud mahkamasiga da'vo qilgan. 2019 yılı 7. ayda Ürümçi şəhəri Tianshan rayonluq xalq sud mahkamasi birinci sudda gerçi Liu familiyalik sud mahkamasiga shaxs pul to'lab turganlik isbotini topshirgan bo'lsa-mu, lekin Liu familiyalik o'zining emgak to'xtami davomlashayotgan mezgilda xizmat vazifasini ado qilish ehtiyoji tufaylidan 1 million 300 ming yuan amaliy chiqim qilganligini isbotlaydigan boshqa dalil isbot ko'rsatib berolmadi. Shaxs pul to'lab turganlik isboti bir parcha yakka isbot bo'lib, Liu familiyalikning da'vo talabini isbotlab berolmaydi deb qarab, Liu familiyalikning da'vo talabini rad qilib hukm chiqardi. Liu familiyalik qoyil bo'lmay Ürümçi shahar o'tir xalq sud mahkamasiga norozilik ariz sundi. Ürümçi shahar o'tir xalq sud mahkamasi sud qilib mundaq qaradi. Emgakchining odam ishlatguchi o'rin uchun uzoq mazgil zo'r so'mliq pulni to'lab turish harakati normal bo'lmagan bir xil emgak munosabati. Bu deloda Liu familiyalik ma'lum shirkat uchun jami 1 million 300 necha ming yuan chiqarib turgan. Liu familiyalik shirkat taklif qilgan direktor, emgakchi va boshqaruvchi bo'lish sifati bilan emgak to'xtamini shirkatning belgilamasi bo'yicha ado qilishi kerak. Liu familiyalik o'zi to'lab turgan xarajatlarni shirkat o'rinlashtirganligini yoki qoida tuzumda belgilangan xizmat mas'uliyati doirasida ekanligini isbotlab bera olmadi. Emgakchi haqiqatan odam ishlatguchi o'rinning tijorat ehtiyoji sababli pul chiqargan bo'lsa, odam ishlatguchi o'rin otchot qilishi kerak. Lekin oldingi sharti moliya ishlari otchot tuzumga uyg'un kelishi kerak.
Bu deloda Liu familiyaning shirkatdan o'z chiqirib turgan 1 million 300 necha ming yuanni отчет qilib berishni tashabbus qilishi oddiy bo'lmagan haqdorlik qarzdorlik munosabati. Faqat bir parcha pul to'lab turganlik isbotiga tayinib bekitishga bo'lmaydi. Balki yuqorqi xarajatlarni paydo qilgan aloqador talonlarni kasbiy jihatdan iqtisodiy taftish qilishga to'g'ri keladi. Liu familiyalik aloqador talon materiallarini allaqachon ma'lum shirkatga topshirganligini bayon qildi. Lekin dalil isbot ko'rsatib isbotlab berolmadi. Sud mahkamasi mundaq qaradi. Bu deloda Liu familiyalik odam ishlatuvchi o'rinning yuqori darajalik boshqaruvchi xodimi. U chiqargan pul turining moliya ishlari tuzumga uyg'un keladigan kelmaydiganligini tunib yetishi kerak edi. Moliya ishlari tuzumga uyg'un bo'lgan, chiqirib turilgan pulga qarata amgakchi dalil isbot ko'rsatib isbotlab berishi kerak. Amgakchi isbotlab berolmasa, sud mahkamasi tashabbuskorlik bilan tekshirmaydi. Eng oxirida ikkinchi sud qilguvchi sud mahkamasi Liu familiyalikning norozilik arzini rad qildi. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining emgak to'xtami qonunida emgakchining odam ishlatuvchi o'ringa pul to'lab turish majburiyati borligi belgilanmagan. Emgakchi chiqirib turgan pulni qaytarishni talab qilganda, uning odam ishlatuvchi o'rin bilan imzolagan emgak to'xtamining emgakchi odam ishlatuvchi o'ringa munosib pul turlarini chiqirib turishi kerakligiga oid putumni o'z ichiga oladiganligini isbotlab berishi kerak. Emgakchi dalil isbot ko'rsatilmasa, sud mahkamasi emgakchining da'vo talabini qo'llashga amalsiz. Amaliyotda emgakchi ba'zi alayda sabablar tufaylidan odam ishlatuvchi o'rin uchun pul to'lab turgan bo'lsa, moliya ishlari tuzumga uyg'un bo'lishi kerak. Undaq bo'lmasa, odam ishlatuvchi o'rin emgakchilar pul to'lab turish shakli orqali moliya ishlari tuzumga xilof qilmishlarni yurgizgan bo'ladi. Emgakchining odam ishlatuvchi o'rin uchun pul to'lab turishi moliya ishlari tuzumga uyg'un keladiganligiga dalil isbot ko'rsatish mas'uliyatini emgakchi ustiga oladi. Emgakchi dalil isbot ko'rsatilmasa, dalil isbot ko'rsatilmaslikdan kelib chiqqan foydasiz oqibatni ustiga oladi. Keng emgakchilarga alayda eskartimizki, ikki taraf emgak to'xtamida emgakchining pul to'lab turishiga oid modda bo'lmagan oldingi sharti ostida odam ishlatuvchi o'rin emgakchidan pul to'lab turishni talab qilganda emgakchi rad qilishi kerak. Kech soat 22dan 45 minut. Metro 4-liniyasining eng oxirgi bir isminasi. Li ustamning metro shofiri bo'lgan 15 yildan buyangi 789-qitimliq oxirgi isminasi. Kech soat 23dan 15 minut o'tgan vaqt. Lutfulla doktor bir jiddiy kasalning operatsiyasiga tayyorlik qilmoqda. Yarım saat burun shimoliy aylanmada bir qitimliq og'ir qatnash voqeasi yuz bergan edi. Kech soat 1dan 8 minut o'tgan vaqt. Kechilik tahrir endi bir maqolani tekshirib bo'lgan edi. 6 soatdan keyin bu maqola har qaysi tor bekatlarning bosh o'rinda e'lon qilinadi. Kech soat 4:30. Reym aka bir kunlik xizmatni boshladi. Bu shaharning cho'ng kichik nurg'un ko'chalarini supurib baqqan u boshqa yurtdan kelgan bo'lsa-mu, ammo bu shaharga muhabbati cho'nqur. Səhər saat 5:20. Bugünkü tunji 58 yo'lning ko'cha avtobusi Shixaba avtobus bosh bekatining yo'liga chiqdi. Şoför ustamning eng yaxshi ko'radigani səhər quyoshning ufqdan chiqqanini yo'lda mang'ash kutib olish. Shahardagi uyqusiz kechalar. Men tirishdim, men baxtlik. Xayrlik sahar mehnatkash kishilar. Sizlar bu shaharning harorati va hayotligi. Hürmetli radyo anlıqçılar, vaqt münasibati bilan bugungi programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va kirishtiruvchisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Nijat Abduqodir. Men do'stonlar Mahliya Ibrohim. Atki programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.
jahondagi ishlarni bizdan anglang. Merkezi Xalq Radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Üzülmez çok ey diyar